Meni gaplarimni oxirigacha eshiting, keyin xulosa chiqaring. Men masalan hozir kimdir ikkinchi xotin bo'lib, ikkinchi ayol bo'lib, kim bilandir yashayapti. O'shalar haqida ikki og'iz gapirib o'tmoqchiman. Mana masalan o'zingiz o'ylab ko'ring. Sizni turmush o'rtog'ingiz har kuni uradi, so'kadi, tepadi, sizni biron bir joyga ishlashga majbur qilyapti. Siz hech qayerga o'qimagansiz, borib biron joyga pul yeyapsiz yoki bo'lmasa bir narsalarni olib borib sotyapsiz-da, uyga qiynalib, sovqotib, kasal holingizda kelyapsiz, to'g'rimi? Lekin o'sha pullaringizni ham turmush o'rtog'ingiz tortib olyapti. Siz nima ahvoldasiz? Men oila buzilishiga mutlaqo qarshiman, lekin nima qilsin bu ayol ham kosasi to'ldi, qiynalyapti. Bu bir nomard inson bilan bir umr yashagandan ko'ra, bir mard insonga ikkinchi ayol bo'ladi-da. Bo'lmagan gaplarni gapirib, g'iybat qilib, hammaga har xil gap tarqatmang. Bu ham jonidan o'tgandan ikkinchi ayol bo'ldi-ku.